Assalomu alaykum kuzatuvchilar, obunachilar. Mana quyonchalarimiz bugun bir sizlarga tushirib tomosha qilinglar dedim. Quyonchalarimiz narsasini yeb turibdi. Mana quyonlarimiz hammasi yotibdi, qorni to'ygan. Hammasi damini olib yotibdi. Kecha yakshanba kuni bozor chiqdik. Bozorlarimiz ancha yaxshi bo'ldi. Savdolarimiz yaxshi, barakatli bo'ldi. Shunga mana bu yaqinda bolalar edi. Quyonchalarimiz hammasi zavtringni qilib bo'lib, endi yotishibdilar. Vaqtincha mana idishcha qilib qo'ydim. Endi yem idishlarini zakaz berganman. Onlayn zakaz berdim. Endi kelib qolsa bozorchama to'kib tashlamasin deb mana shunday uy sharoitida oddiy karmushkacha taxlab qo'ydim men. Ana tomosha qilinglar. Setkasiga osib qo'ydim. Mana ildirib qo'ygan joyimga shunday yeb o'tiradilar. To'kib tashlamanglar oyoq tagiga. Oddiy uy sharoitida karmushkacha taxlab qo'ydim. Bularga ham taxlab qo'yganman. Bular rosa aqllida, shumtakalar katta bo'lib qolibdi. Onasini ajratishga harakat qilyapman endi. Onasi bulardan charchagan. Mana bu yoqqa o'tib bo'lgan onasi. Ratomchadan chiqmaydi. Bolalar azob beradi rosa. O'sha uchun bularni ajratishga nasib bo'lsa, ajratishga nima qilib harakat qilyapman. Onasini o'zi ham qornida bolasi bor. Yaqinda nasib bo'lsa yanvar oyini 8'lariga bola beradi, xudo xohlasa. 8-20'larga. Mana quyonchalarim bola bergan edi. 5 ta bolalikni ham olib ketdilar. Uyda mayda-mayda edi bolalari. Uni ham onasi bilan birga olib ketdilar. Soting deb, mayli dedim. Keyin yana bitta quyonchamiz ona bola edi. Bolasi 7 ta edi. Uni ham olib ketishdilar. O'zimiz katta qilib olamiz deb shapkachalarga solib olib ketdilar bolalarni. O'sha uchun endi o'zim qolganlarini bola bersa, endi o'zim katta qildirmoqchiman yana. Chunki o'zimga ham ona quyonlarim, bolalari ajratib bolalarni mana kattaroq qilmoqchiman o'zim. Chunki mayda paytidan olib ketyaptilar. Bozi babichka ham bolasi bor. O'sha uchun bu yoqqa ham ona quyonlarimiz bor, bular hamda bolasi bor, ikkalasida ham. Mana bu yoqdagida ham bolasi bor, ona quyonimizda ham.